Bu modelni oxirgi 6 oyda 500 marta sotdik. Modelning nomi Baxter. Meni og'aynilarim hammasi imенно mana shu modelni tanlashadi. Hozir bizda 3 ta versiyasi bor. Light, Pro, Best, ya'ni arzon, o'rtancha va qimmat versiyasi. Itak, hozir ularni farqini o'rganib chiqamiz. В целом ergonomikasini o'rganib chiqamiz. Ichidagi hamma funksional, sifatga taalluqli narsalar hammasini o'rganib chiqamizda, sizlar полный Baxter haqida hamma narsani bilib olasizlar. Qani ketdik. Bu divanni действительно esda qoladigan narsasi uni ergonomikasi. O'tirganda вообще mazza. Sal chuqurlik yetmasa, men bu oldinga tiq mana. Hop, ana. Taqaldi. Shu surdim. Voy. Shunaqa udobniy, mana bu yostiqlari ham yumshoqmi? Просто o'tirgandan keyin gapirgim ham kelmayapti, o'sha turgim ham kelmayapti to'g'risi. Mazza. Keyin ichini ko'rsataman. O'zi mana bu narsasi, mana bu narsasi. 4 yil meni qiynagan. 4 yil. Buni ikkita har xil variantda qilib ko'rganman, даже 3 ta ekan. Birinchi mexanizm bo'lgan. Shuk yuradi, tik-tak degan mexanizm. Qimmat chiqib ketgan. Keyin MDF bo'lgan, praktichniy bo'lmagan. Oxiri mana plastikka keldik. Bu ham praktichniy, ham arzon, ham ishlashini qara qanaqa zo'r. Mana bu обработкасы ham oson, qo'yding, ishlaydi. Mana bu pazi bor, ko'rasan? Men furniturani ishlashiga o'zim mazza qilaman bor-ku. Zo'rda. Bu karkas 10 minta sakrashga qilt etmagan. 30 lik fanera, bu yoqda korsajniy lenta, mana bu opora tomoni bor. Qara mana bu shippazni soединенияsi bor. Mana shunaqa Lego formatda yig'iladi, chiqib ketib. Mana bunaqalar ham. Вообще мощный. O'zi bizning firmenniy fishkamiz съемный chexol. Har bitta divanda chexol yechiladi, almashtiriladi. Bemalol o'zingizlar yechib yusanglar bo'ladi yoki bizga yangi chexol zakaz qo'yrsanglar bo'ladi. Bas chexolga yechib olmay, ichini ham ko'rsatib ki. Qaranglar, sidушкаning ichida nima bor? Sintipon, первичный chexol. Mana bu mana paralon, bu yerda 28 paralon. Bu yoqda mana HR paralon, пружинный blok. Bu yoqda korsajniy lenta mana. Bu divanni osongina kravat qilib yoyib qo'ysa bo'ladi. Mana shunday qilib 1, 2, 3. Param. Bu yerda bitta, ikkita, uchta bittasi ko'ndalar yotsa 4 ta odamga joy yetar ekan. Bu divanni sifatini ko'rsatish uchun bemalol mana shunaqa kun bilan sakraverman bor. 10 ming metr sakrab ko'rganmiz уже. Test qilayotganimizda konstruksiyani bemalol chidab bergan. Ichidagi yashiga alohida e'tiborga loyiq. Juda ham akkuratniy. Mana bu zvezdochkalarning qo'yilishi ham ortiqcha bir skoba, qanaqadir samarasi hech bo'la yo'q. Chotki turibdi. Ana ko'pincha divanlar mana bunaqa burchagiga qanaqadir taxta qo'yib qo'yadimi, qanaqadir fanera, golli fanera haydizmi? Bu yerda hammasi ideal. Oppoqqina tegi oltiligimda, kстати, mana buni uchiga полностью bitta mana bosib olaman. Sinib ketmaydi. Chotki turadi hammasi. Ichlari tiniq. Qarchi olish kerak. Baxter 3 ta har xil variantda chiqadi. Light, Pro, Best. Nimada farqi bor? Karkaslari bir xil, furniturasi bir xil. Aytgancha karkas va furnituraga 10 yil garantiya beramiz. Farqi faqat matosida va ichidagi paralonida. Bo'ldi. Light versiya. Lightga biz har doim yaxshi mato ishlatamiz. No, arzon. Дальше ichidagi paralon. Paralon bu yerda o'rtancha standart paralon. Baxter Pro, ya'ni o'rtancha versiya. Bu yerga уже ancha aqlliroq mato ishlatganmiz, так o'rtancha narxda, o'shaganda приятныйroq и printi ancha bogатый. Ichiga qo'yiladigan paralon esa уже высокий плотности, lekin baribir standartniy paralon qo'yiladi. Baxter Best, men sevadigan versiya. Matosi bukli, kaprizniy, lekin ko'rinishi просто bomba. Ham bu mato juda ham такой zich плотный, qimmat mato. Ichiga esa elastichniy HR paralon qo'yiladi. Juda ham qimmat narsa. Agar bu modellar optim yoki uylarga bir dona olmoqchi bo'lsanglar, mana shu telefon raqamga aloqaga chiqishingiz mumkin. Men har doim aloqadaman. Bizning Instagramga ham kirsanglar, o'tdan juda qiziq.